Omadli jentelmenlar. İçmeysenler, oynamaysanlar, o'g'irlik qilmaysanlar, mensiz albatta. Anavi Vasiliy Alibabayevich, anavi yomon odam. Oyog'imga batareya tushirib yubordi palaka. Gida polli. Po'rim kastim tiktiraman. Chegin yaltaga. Voy voy, qandoq mehribonmiz, ey. Yo'qol bu yerdan. Shoxini qoqib olaman rediska. Soqqa olib ketadi palostaga qo'ygan edim. Ey grajdanin, sen u yoqqa yurma. Sen bu yoqqa yur. Yana kallangga gup etib qor tushib, xayr-xo'shi nasiya qivorma. Shoshmaylar. Yolg'onda ham imkon yaratamiz qochishlariga. Shunda ular o'sha shlemni qidira boshlashadi. Farikni yeching, tatuirovkalarni yuvib tashlang, uyingizga boring-da. Yangi yilni kutib oling. Ko'pdan ko'p rahmat. Shu yermi? Ana daraxtlar, ana bulvar. Uy ham bo'zrang. O'xshadi-yu, chehrasi ochiq buni. Uniki yovuz. Qalay, biz joylar yoqdimi? Evgeniy Ivanich, anu keldi. Tomi ketgan cholchi. Yordam beringlar, bezorilar ko'zimni o'yishmoqchi. Balki domino o'ynarmiz. Mana uni tikaman. Pijak va shimga. Nimani o'g'irlabsan? Qani to'xtachi? To'xta! Menga qara, dotsent. Eski ishlarni yig'ishtirganman deb aytganmidim? 3 kishi mashina sisternasiga tushishi bilan mashinaga sement ortmay Alibakanga jo'nayman. Tanidim. Ertaga Bolshoy teatr xiyobonida uchrashamiz. 5 ta. Beti hayron bo'lib turdim. Senmisan yo boshqamidi? Ishlayapman Sharika podshipnik zavodida. Injenerman o'zingchi. Oliye. Yo'q o'g'lim. Kim biladi deysan? Hozir tekshiraman. Kechirasiz, gugurtingiz yo'qmi? Meni ham o'zinglar bilan olib ketinglar. Axir sizlarda maxsus bilimni talab qilmaydigan ishlar ham bo'lsa kerak. Militsiya, dotsent bo'lsangiz yaxshi-da. Nima haqida? Alo. Issiqqina choy, biroz uxlasin. Rahmat. 6dan 15 ta o'tdi. Tanya, Meniki Fedya. unda ahmoq ekansan. Tarjimon va rejissyor Yo'ldosh Abdukarimov.